Darvozalarimizga katta chegirma qilib yuborishdi. 40 ta 30 ta tayyor darvozamiz bor. Chiroyli holatda foydalansalar bo'ldi. Uylaringga razmerlar tushadigan bo'lsa, dastlabki ustanovkasi ichida bo'ladi. Foydalanib qolinglar. Bundan tashqari 2 dona darvozamizni ham suv tekin narxda berib yuboriladi. Sizlarga bir boshdan narxlari, razmerlarini berib o'tamiz. Akalarimizda doimiy darvozalar to'xtamasdan chiqar ekan. Sexlari 24 soat uka seximiz ishlaydi. Ham zakazga, ham tayyor darvozalar qilamiz. Bundan tashqari kazirollarni ham chiroyli holatda qilib beraveramiz deyaptilar. Temir sohasi bo'yicha aloqaga chiqishaveradi deyaptilar. Assalomu alaykum. Azizbek aka, charchamayapsizmi? Yaxshi. Darvoza o'rnataman degan obunachilarimga telefon qilishsa, Ravshanbekdan oldimizsa, tayyori va zakazga ham qilib beraveramiz aka. Albatta. Zakazlar necha puldan boshlanadi? Eng arzoni 600 ming so'mdan boshlanib kvadrat metri. Keyin ko'tarilib ketaveradi. Yuqoriga qarab ketaveradi. Ko'pchilik aka 450 ming, 550 ming deydi, lekin uni tavsiya qilinmas ekanda. Endi unga eskib, siroga o'tib qolgan darvozalarni beradi. Ha, demak, shunga bizda ham bor, ehtiyot shunaqa darvozalar bor. Agar xohlasa, xohlasa imkoniyati bor kelib chiqadi. Shunaqa narsalar. Lekin siz 650 minglik tavsiya qilasiz, kvadratini va yuqoriga qarab ketaveradi. Shu 750 minggacha bo'lgan shtampovkalar, 650 mingdan 750 minggacha bo'lgan shtampovkalar o'sha haqiqiy xizmat qiladi. Materiallar yaxshi. Xudo xolasa eskib, kraskasi to'kilib, osilib ketmasligi uchun hamma sabablarni qilamiz. Qilinadi aka. Kraskalarni ham qaranglar, eng yaxshisidan ishlatilar ekan. Yomg'ir, qor, suvga chidamli bo'ladi va siz ham sababini qilib ehtiyot qilib ishlatadigan bo'lsangiz, ancha yil xizmat qilib beradi. Azizbek aka, Samarqand fasonni ham klient ko'p bo'ladi aka. Albatta. Nech puldan eng xaridorvor darvoza. Samarqand fasonimizda aynan shu fasonda, shu ko'rinishda 1 million 300 mingdan 1 million 700 minggacha chiqaveradi. Materialga qarab chiqadi. Hozir bu necha qavatli endi? Bu 3 qavatlisi. 1,5 millionlik. 1,5 million bo'ladi 3 qavatli. Shundan bu simaylar, gullari ham ichida bo'ladimi? Hammasi ichida. Alohida pul olmaymiz ularga. Yo'q, hammasi ichida. Bular ham ichida bo'ladi. Bunaqa tumchkalari, yonlari chiroyli holatda, mana betlarini ham g'azilli qilib, noodatiy qilib qo'yilgan. Tumbalari ham shu holatda chiqib turadi. Zo'r. Eng arzonrog'i-chi endi buni aka? Arzonrog'i bor. Samarqand fasonda ham endi har xil variantlari bor. Arzonroq tushadigani bu restyling varianti. Restyling variant ozgina qimmatroq tushadi. 1 million 200 mingdan boshlab 1 million 700 minggacha chiqaveradi. Shu turishini necha pul qilib beramiz? Bu turishini hozir taxminan, xo'p, hisob kitobimiz bo'yicha 21 million chiqadi. 21 million atrof, plus minus. Hozirroq yoki ko'proq chiqishi ham mumkin. Aniq hisob kitobi albatta daftarda, hisobda rasxoddan hisoblab turib qilib berilaveradi. Shtampovka darvoza. Bu reflonkali. Reflonkalisi kvadrat metri shu 600 mingdan boshlab 750 minggacha chiqadi. Agarda nerjavikali bo'lish kerak deyilsa, nerjavikasi bilan qilib beramiz. Bu hozir kelishuvga qarab ketaveradi. Nerjavikasi holati. Bu darvozamiz hop, skromniy o'sha tarix darvozadan olingan modeli. Skromniy fason. Bu darvozamiz 2 qavat, 2 lista bo'lgan, rossiyskiy. Hop. Kesaklari, yondorlari 10 ga 10, 2,5 stena. Ichidagi profili 6 ga 4, 1,7 stena. Ichlari. Juda ham choklari hamma joyida chiroyli chiqqan ekan ish. Darvozamiz xudo xolasa chiroyli xizmat qiladigan qilib tayyorlangan. Buni kvadrat metrini narxini, 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'mdan. Zo'r. Agar shu turishni olib ketaman deganlarga telefon qilishaveradi. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib qilib berilaveradi. Tayyorini sotib. Zakazga agar chaqirsalar ham 12 ta viloyatga boriladi. O'lchashlar, dastlabki ustanovka va dizaynli xizmatlari ham bepul bo'ladi aka. Albatta. Navbatdagi endi aka. Bu darvozamiz ham high-tech fason, bez nerjavika bu ham. Reflonka lista qilingan, reflonka lista. Nerjavikali ham qilib beraveramiz buni ham. Kvadrat metri buniki ham o'sha 600 mingdan boshlab 750 minggacha chiqadi. Chiqaveradi. Xo'p, endi aka zamoylarda qanaqasidan foydalanib qo'yib beramiz? Zamok, zubr zamok qo'yapmiz, zubr zamok. Xizmat qiladi shu. Bizga ham ortiqcha muammo bo'lmaydi. Xizmatlar. Ishi beradigani shu, zubr bo'layapti. Xo'p, navbatdagichi endi aka? Bu darvozamiz taraf fason, glansiy variantda bo'lgani. Bu darvozamiz, bu ham 2 qavat shumkali bo'ladi. 2 lista bo'ladi. Bu shtampovka fason, bu tomonda eng skromniy fasonimiz taraf fason. Hozirda endi trendda bo'lib turgan, ommabop bo'lib turgan fason. Sotuvi ko'p bo'lyapti buni. Darvozamiz 12 lik shivillerda, 12 lik, ikkita yoni tagi 12 lik shiviller, o'rtasi stoykamiz
12 ga 8, 2,5 stena. 6 ga 4, 1,7 sergeli profil. 2lik lis, 2 qavat. Mana shu joylar 2 qavat bo'ladi. 2 qavat hisoblanadi. Kraskamiz Devo kraska, laklar matvilak o'sha yaxshisidan sepilgan. Xudo xolasa ish ko'rsatmaydi. Hijolat qildirmaydigan qilib sababini qilganmiz. Zo'r. Yondagi darvozamiz endi bu ham shtampovka, malishkalari bilan bo'lgan. Ozmoz nerjevikasi bor. Kvadrat shu 650 ming atrofida to'g'ri keladi. Chiqaveradi. Shu nerjevikasi bilan. Nerjevika ko'p emasda. Ha, judayam chiroyli. Hop. Hop, bu tomondagi darvozalarimiz. Bu tomondagi bu turetskiy fason 1,2 ming kvadrat buniki ham. Taraf fason. Bu ham 1,2 ming chiqaveradi. Chiqaveradi. Bu ham shu taraf fason. Bunimiz endi yana shu klassik fason. Mana uni olib turaylik-a. Ha, bo'ldi, olib beraylik, mana juda ko'pchilikga chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ha, endi shamol kelayotganda qo'yib qo'ydik. Aha. Darvozamiz 2 qavat 2lik lista bo'lgan. Zinalarni bu tomon, zinasiga bu tomonni ham xillab qo'yganmiz o'rtasini, ikkinchi qavatini zinasini ham. Xo'p. Yondorlari 12 ga 8, 2,5 stenada bo'lgan. Bemalol yaqinlashtirib ko'rsataverasiz. Juda ham skromniy bo'lgan. Xohlagan odamga buni однотомный qilib beramiz. Xohlaganga shu ko'rinishda ajratib beramiz zinasini. Demak, rangi o'zgarsa pul o'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Rangida muammo yo'q. Aytgan svetlarni qilib beraveramiz. Bu necha puldan necha pulgacha chiqaveradi aka kvadratda? Bu darvozamiz 1,4 mingdan qilyapmiz hozir. 1,4 mingdan. Shu, bu ham o'sha usulli holatda bo'lgan. Darvozamiz juda baquvvat chiqqan. Soplari ham anchagina baquvvat, chiroyli holatda qilingan. Zo'r, chiroyli chiqdi. Demak, mana shu ko'rib turgan darvozalarimizdan tanlashaveradi. Bemalol. Olib, tayyor sotuvimiz bor. Boshqa deysa katalog bor, katalogdan tanlashadi, joyga moslab tayyorlab, ustanovka qilib, hammasi ichida. Qo'llariga kalit topshirib kelamiz. Xo'p, bu darvozamizni eni 4 metr, bo'yi 3,5 metr, bo'yi 3,5 metr. Zakazga 1,4 mingdan qilayotganmiz. Shuni. Agar shu vodiy atrofida eni 4 metr, bo'yiga 3,5 metr joylarga to'g'ri keladigan bo'lsa, skidka qilib beraman shunga. 1 million 100 ming so'mdan olib borib o'rnatib beraman. Zo'r, shunda 300 kvadratiga 300 mingdan skidka bo'layapti. Ya qoyil. Endi bu общий kvadratga hisoblaydigan bo'lsa, yaxshigina 14 kvadrat. 15 million hop atrofida chiqadimi? Bitta kalkulyatsiya ham qilsa ham bo'ladi. 15 million 100 ming bo'ladi. 15 million 100 ming bo'ladi. Zo'r. Xo'p, endi aka kelmoqchi bo'lganlarga sexingiz adresini ham bitta aytib o'taylik, sheka kelib seximiz zakaz qilaman deganlarga. Bu tomon Baliqchi tomondan kelganda, Norindaryo ko'prigi tomondan kelganida sanoat zonani eng oxiri bo'ladi. Bu tomondan Namangan tomondan kelinganda sanoat zona boshlanishini Qumtepa mana panolari bor. Bu tomondan kelishda birinchisi. Va o'zi ko'zga ko'rinib turadi, ichkarida o'zi 40-50 ta darvozalarimiz tayyor holatda turibdi. Kelishadi, yoqtirishganini razmer tutsa, olib borib ustanovka qilib beraveramiz. Agar siz musofirda ishlayotgan bo'lsangiz, sizga ham chiroyli holatda, xo'p, to'lovni qilasiz, borgandan keyin qolganini o'rnatilgandan keyin ham bersalaring bo'ladi. Qo'shni davlatdagi aka-ukalarimizga chegaragacha va chegaradan ham kelishgan holda olib o'tib, hamma narsani iloji bor, o'rnatib ham berilaveradi. Endi aka yana qaysi darvozalar ko'rsatsak bo'ladi? Darvozalar ko'p. Ko'zingizga yoqqanini ko'rsatavering. Hop. Xo'p, endi aka, agar Dubai fason desa, uni ham chiqarib beraveramiz. Fasonda farqi yo'q. Fasonda farqi yo'q. Aytganlarini tayyorlab beramiz. Tayyorlab beraveramiz. Aytganlarini. Bo'lmasam aka, sexni ko'rsatdik, bu yerni ko'rsatdik. Endi yana navbatda 2 dona darvozamiz bor, uni ham ko'rsatib o'tsak aka, keldik. Navbatdagi darvozamiz shedevr fasonni qulayroq varianti. Hop. Shedevr fason $200 atrofida chiqadi. Kvadrat metri. Buni yana ham haligi narxini qulaylashtirib 1,5 millionlik variantda tayyorlaganmiz. Ha, demak bu 1,5 million 1,5 million so'mdan chiqadi. Asosiy narxi o'zgarishi materialni qalin yupqaligiga qarab ketaveradi. Ha, qalin yupqaligiga bu ham yupqa materialda bo'lmagan. O'sha 2lik lista bo'lgan bu ham. 2lik lista, shumkali bo'lgan bu ham. Faqat oz-moz materialdan oz-moz tortib turib 1,5 millionlik variantda qilganmiz. Hamma ham bopli bo'lgan. Bunaqa tumbalari ham chiqadi, shu holatda usullari chiroyli qilib berilaveradi. Bu necha kunda tayyor bo'ladi zakazga? 20 kun, 25 kun atrofida olib borib o'rnatib beramiz. Qo'l mehnati? Ha, qo'l mehnati, ozgina qo'l tutadi bu. Zo'r.
Qo'l mehnati chiroyli chiqar ekan. Navbatdagichi endi. Taroq fason. Aha. Taroq fason. Kvadrat metr 1 million 300 mingdan chiqadi. Aha. Taroq fason. Dastavka ustanovkasi ichida buniki ham. Aha. O'sha kerakli joyga nejavikalarni ishlatganmiz. Bundan keyingisi afsona fason. Afsona. Afsona fason nejavikalar varianti. Aha. Juda ham go'zal chiqibdi. Chekkalariga ham nejavika qilingan bu tomonlar. Endi agar nejavika kerak bo'lsa, qilib bermay qo'yasiz. Nejavikasi kerak emas desa Klient qo'ymaymiz. xohishiga qarab turib ketaveradi. Albatta. Tepalar lazerli bo'lgan, havo aylantirish uchun chiroyli holatda. Yopiq deganlarga olib beramiz, yopiq deganlarga yopiq qilib beramiz. kelishuvga qarab ketaveradi. Kelishuvga qarab ketaveradi. Zo'r, ishchi sifatini ko'rasiz, juda ham chiroyli chiqibdi. Agar sizni uyingizga tushib qoladigan bo'lsa, shu darvozani ham o'rnatib berilaveramiz. Shumkali ekan aka. Shumkasi Zo'r. bilan Zakazga necha puldan qilib beraveramiz? kvadrat metrini 1 million 350 ming so'mdan qilib beramiz. Qilib berilaveradi 1 aka. million 350 ming so'mdan dastavka ustanovkasi ichida. Agar nejavika kerak emas degan odamga 1 million 300 mingdan bez nejavika. Demak, kelishuvga qarab ketaveradi. Endi temir sohasi bo'yicha aytganimizdaqa akamizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Darvoza, pereklar, undan tashqari kazero, nima kerak bo'ladigan Temir bo'lsa, sohasida nima ish bo'lsa qilamiz. aloqaga chiqishaveradi aka. Aloqaga Shu ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Chiroyli qilib telefon qilsalaring, Ravshanbekdan oldim, Azizbek akam chiroyli narxlarda qilib beradilar.